Baxmal tumanida eng namunali mahalliy kengash tanlovini tashkil etish bo'yicha namunali seminar o'tkazildi. Unda mahalliy kengashlar faoliyatini yanada jonlantirish yuzasidan ham o'zaro tajriba, fikr-mulohaza almashildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining joriy yil 28-yanvardagi xalq deputatlari mahalliy kengashlari faoliyatini namunali tashkil etish to'g'risidagi qarori hamda Senatning mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiyaning 2025-yil 11-avgustdagi 3-sonli qaroriga asosan hududlarda eng namunali mahalliy kengash tanlovlarini tashkil etish belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra, xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputatlari, shahar va tuman kotibiyat mudirlari hamda viloyat kengashi xodimlaridan iborat delegatsiya xalq deputatlari tuman kengashida bo'ldilar. Bu yerda viloyat hamda Baxmal tumanidan saylangan deputatlarning o'zaro tajriba almashishlari samarali kechdi. Jumladan, kengashlar hamkorligi doirasida viloyatdan kelgan 25 nafar deputat va kengash kotibiyati vakillari tomonidan tumandagi mahallalar, ijtimoiy soha obyektlarida xalq vakillari, fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkillashtirildi. Ayniqsa, xalq deputatlari Baxmal tumani namunali kengashi faoliyati bilan tanishuv taassurotlarga boy bo'ldi. Ta'kidlanganidek, hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida nomarkazlashtirish va xalq deputatlari viloyat hamda tuman va shahar kengashlari vakolatlarini muvozanatli taqsimlash, har bir bo'g'indagi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining vazifa va funksiyalarini aniq belgilash kabi maqsadlarga xizmat qiladi. Tadbir davomida xalq deputatlari Baxmal tuman kengashi deputatlari mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligi doirasida mahallalardagi ko'p qavatli uylarning fasad qismi, issiqlik tizimlari, drenaj va suv tarmoqlarini yangilash hamda Baxmal tumanida 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jarayonlari, tuman kengashi deputatlarining mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligi, tumanda investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilayotgan qurilish jarayonlari, ijtimoiy soha obyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Baxmal tumanida hozirgi kunda kuz-qish mavsumini yaxshi o'tkazish uchun 10 ta ko'p qavatli uylar tanlab olingan va 2 milliarddan ortiq mablag' yo'naltirilishi hisobiga mana shu ko'p qavatli uylarning qiyofasi tubdan o'zgartirilmoqda. Ya'ni bu yerda bazalt qoplamalari bilan qoplab, ularni kuz-qish mavsumida tayyorgarligini yana yangi bosqichga olib chiqish, ya'ni uni har tomonlama ta'mirlash, eshik va romlari, derazalarni yangilash bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu qilinayotgan ishlarda albatta jamoatchilik nazorati sifatida deputatlik nazorati muhim rol o'ynaydi. Baxmal tuman kengashini mana shu loyihalarda deputatlik nazorati yuqori bir tashkil etilganligiga guvoh bo'lyapmiz. Ayniqsa, aholi murojaatlari bilan ishlash borasidagi tumandagi eng olis va chekka hududlarning holati o'rganildi. Kezi kelganda sayyor qabul orqali qishloq odamlarining murojaatlari, arzu holini eshitib, muammolarga yechim topildi. Hududdagi saylovchilar tomonidan berilgan murojaatlar ko'pchiligi huquqiy masalalar bo'yicha yordam, aytaylik, kadastr yoki bo'lsa bolalarni o'qishga joylash masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushgan, ularga joyida tushuntirishlar berib masalalar hal etilgan. Ayniqsa o'rganishlar jarayonida Baxmal tumani kengashdagi deputatlik faoliyati, ijro hokimiyati bilan hamkorlik va yoshlar bilan ishlash tajribalari mahalliy kengash deputatlari tomonidan yuqori baholandi. O'zaro tajriba almashinuvlarda deputatlar tomonidan mahalliy kengashlar faoliyatini yanada jonlantirish bo'yicha o'zaro fikr-mulohazalar almashildi. Viloyat kengashi deputatlari va kotibiyat mudirlari tumandagi turizm obyektlari faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar.